Mirziyoyev Donald Trampga ta'ziya bildirdi. Jizzaxda prokuratura tergovchisiga $1000 pora taklif qilgan shaxs qo'lga olindi. Scorpionning chiptasi boshqa filmlar chiptasidan qimmat sotilayotgani sababi nima? Kredit ajratilishida qonun buzilishi holatlari aniqlandi. UFC rahbari Nurmagomedov va Makgregorning navbatdagi raqiblarini ma'lum qildi. Xo'jaobodda 13 yoshli qiz ichki ishlar bo'limi xodimlaridan qo'rqib 3-qavatdan sakraganini ta'kidlamoqda. Endi esa shu xabarlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Kanalimizni tomosha qilishda davom eting. Jizzax viloyat prokuraturasining 8 va 21 bo'limlari xodimlari tomonidan Arnasoy tumani prokuraturasi tergovchisi ismi qisqartirilgan N.A.ning bildirgisi asosida tezkor tadbir o'tkazildi deb xabar beradi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Tezkor tadbir davomida Jizzax Agrokimyo himoyaning Arnasoy filiali sobiq bosh hisobchisi Sh.U. unga nisbatan bo'lgan ish bo'yicha zararni kamaytirish va qamoq ehtiyot chorasi qo'llanmaslik evaziga $1000 tergovchi N.A.ga pora tariqasida taklif qilib, shundan $1,200,000 so'm va $100 uning xizmatxonasida bergan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Rejissyor Muxlisa Azizova tomonidan suratga olingan Scorpion filmi 1-dekabrdan Alisher Navoiy nomli kinosaroyda namoyish etilmoqda. Scorpion trillerining chiptasi $16,000 so'm. Kinosaroyda namoyish davom etayotgan boshqa filmlarning bilet narxi esa $12,000 so'm etib belgilangan. Scorpion filmining chiptasi narxi nima sababdan boshqa filmlardan qimmatligiga oydinlik kiritish maqsadida jurnalist Feruz Muhammad Respublika kinoprokat markazi direktori Ma'murjon Muhammad Saidov bilan qisqa intervyu qildi. Alisher Navoiy nomli kinosaroy matbuot xizmati ma'lumotiga qaraganda, Scorpion filmining bilet narxlari kinosaroydagi boshqa filmlardan qimmat narxda sotilayotgan ekan. Buning sababi nima? Avvalo, film ishlab chiqaruvchi huquq egasining talab va istaklaridan kelib chiqib, ularning Respublika kinoprokat markazi bilan shartnomasiga muvofiq Scorpion filmining Alisher Navoiy nomli kinosaroydagi bilet narxi $16,000 so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari film katta mablag'ga suratga olinganligi, katta reklama ishlari amalga oshirilganligi ham inobatga olingan. Bir qancha davlatlarda suratga olingan Scorpion filmining suratga olish ishlariga qancha mablag' sarflangani film ijodkorlari tomonidan ma'lum qilinmagan. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi kompaniyasi media markazida Markaziy bank, vazirlik va idoralar, tijorat banklari hamda tadbirkorlar ishtirokida bo'lib o'tgan davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev bank tizimida amalga oshirilayotgan ishlar va muammolar xususida gapirdi deb yozadi O'zA. Eng avvalo kredit berish tartibini qayta ko'rib chiqish lozim va inflyatsiya yuqori bo'layotgan hozirgi vaqtda tadbirkorlarga har tomonlama ko'mak berish zarur, deydi Mirzayev. 2019-yilda qisqa fursatga beriladigan, ammo foizi kamaytirilgan kreditlar ishlab chiqish rejalashtirilgan. Kredit to'lashga layoqatli bo'lgan har bir mijozga albatta har xil turdagi kreditlar muammosiz ajratiladi. Yig'ilishda bank tizimida ijobiy natijalar bilan birga qator muammolar borligi ham ta'kidlab o'tildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi tomonidan 2018-yil 1-noyabr holatiga qadar mijozlar uchun kredit ajratishida bank xodimlari tomonidan 2300 dan ortiq qonun buzilishi aniqlanib, bartaraf etilgan. Muhokama qilingan masalalar yuzasidan mutasaddilar yig'ilish ishtirokchilarining savollariga atroflicha javob berdi. Mutlaq jangchilar chempionati prezidenti Dana White rossiyalik Habib Nurmagomedov va irlandiyalik Conor Makgregorning bo'lajak raqiblari haqida gapirdi. Endi Conor Dustin Poirier bilan jang o'tkazishi mantiqan to'g'ri bo'ladi. Toni Fergyuson kamar uchun bahsda Nurmagomedov bilan to'qnash keladi. Keyin ushbu janglarning g'oliblari bir-birlari bilan jang o'tkazadilar deya Whitening so'zlarini keltiradi MMA Mania. UFC rahbari ta'kidlashicha, hozirgi vaqtda asosiy masala rossiyalikning ehtimoliy chetlatilishi hisoblanadi. Umid qilamanki, Nurmagomedov 1 yildan ortiq muddatga chetlatilmaydi, deya qayd etib o'tdi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toni Fergyuson Habib Nurmagomedovni ayblab chiqqandi. Avvalroq kecha 30-noyabr kuni AQShning 41-prezident Jorj Bush 94 yoshida olamdan o'tgani haqida xabar bergan edik.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jorj Gerbert Uoker Bushning vafot etgani munosabati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trampga hamdardlik izhor etdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati xabar bermoqda. Eslatib o'tamiz, Jorj Gerbert Uoker Bush 1980-1993 yillarda AQSh prezidenti bo'lib faoliyat yuritgan. Uning o'g'li Jorj Uoker Bush 2001-2009 yillarda AQShning 43-prezidenti sifatida mamlakatni boshqargan. 29 noyabr kuni Andijon viloyati Xo'jaobod tumani hokimligi binosining 3-qavatidan 13 yashar qiz tushib ketgani haqidagi xabar ommaviy axborot vositalarida tarqaldi. Mazkur voqeani o'rganish maqsadida Turon 24 muxbiri surishtiruv o'tkazdi. Tuman ichki ishlar bo'limi bergan ma'lumotga ko'ra, 23 noyabr kuni soat 22:30 da tuman hokimligi binosining 3-qavatida 3 nafar erkak voyaga yetmagan 2 qizni olib chiqib, bazm tashkillashtirgan. Bazm Yer-mulk kadastri davlat korxonasi tuman filialiga qarashli xonada bo'lib o'tgan. Qizlarning biri 13 yosh, ikkinchisi 15 yosh bo'lgan. Andijon viloyati ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov boshqarmasining ma'lum qilishicha, 24 noyabrga o'tar kechasi Xo'jaobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari kechki soat 00:20 larda Xo'jaobod shahri Uzunko'cha ko'chasidan o'tib ketayotganida tuman hokimligi binosining 3-qavatida musiqa ovozlari yangrayotganini eshitadi. Profilaktika inspektorlari yuqoriga chiqib, shovqin-suron kelayotgan xona eshigini taqillatgan. Ichkaridan spirtli ichimlik iste'mol qilgan 25 yoshli yigit "Ha akalar, tinchlikmi?" deb chiqib kelgan. U eshikni ochganida ichkarida turgan yigitlar yalang'och holatda bo'lgan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakillari tun yarmida "Nima qilyapsizlar? Sen kimsan?" deb so'ragan. Eshikni ochgan 25 yoshli yigit "Akalar, hamma savolingizga men javob beraman" deya ichki ishlar bo'limi xodimlarining ichkariga kirishiga qarshilik ko'rsatgan. Ichkarida qolgan sheriklari eshikni qulflab olishgan. Tushuntirish ishlari olib borilgandan keyin yigit sheriklariga eshikni ochishni aytgan. Ichkaridan 23 yoshli va 22 yoshli 2 nafar yigit hamda 15 yoshli qiz shirakayf holatda chiqib kelgan. O'smirlar voyaga yetmagan hamrohlari 13 yoshli qiz hozirgina qo'rqqanidan o'zini pastga tashlab yuborganini aytishgan. Og'ir tan jarohat olgan qiz tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan. Shifokorlarning aytishicha, qiz yerga qo'li va yuzi bilan tushgan. Qo'llari singan, bo'yni, yuzi, quloqlaridan jarohat olgan, miyasi chayqalgan. 3-qavatdan sakragan qizning o'zi voqea aslida qanday bo'lganini gapirib berdi. 3-qavatdan tushib ketgan qizning onasi Turon 24 ga bergan ma'lumotga ko'ra, u oshxonada ishlaydi va doim qizining qayerda ekanini telefon orqali so'rab turgan. Qiz o'sha kuni bo'lgan voqeaning hammasini onasiga gapirib bergan. Qizning bildirishicha, musiqa baland bo'lmagan. U xonada telefon ko'rib o'tirgan bo'lgan. Dugonasi esa tanishi bilan raqsga tushgan. Hech qanday yomon ish bo'lmagan. Shu payt birdaniga ichki ishlar bo'limi xodimlari xonaga bostirib kelib, vahima ko'tarishgan. Bular hali kichkinada. Qizim jalyuzi pardaning orqasiga berkinib olibdi, deydi 13 yashar qizning onasi. Ichki ishlar xodimidan kimdir "Qani, kamerani ol. Bularni videoga olib, hamma kanallarda ko'rsatamiz" debdi. O'g'lim, ya'ni qizimning akasi hozir Rossiyada. Qizim faqat ko'zimga akam ko'rindi. Akamning obro'yini, g'ururini yer qilaman deb oynani shunday ochdimi o'zimni tashladim, dedi. Nimani o'ylading, jon bolam? Meni o'ylamadingmi desam, men faqat akamning obro'yini o'yladim. Televideniyaga olamiz, tarqatamiz deganida ko'zimga hech narsa ko'rinmadi, dedi bechora qizim. Onaning tasdiqlashicha, o'sha kuni qiz uyiga biroz kechroq borishini, xavotir olmasligini, dugonasi bilan birga ekanini aytgan. Onasi rozilik bildirgan. Kechqurun qiziga telefon qilsa javob bermagan. Ona qizini do'konga chiqib ketgan deb o'ylagan. Ishini tugatib, yana qo'ng'iroq qilsa, telefon o'chirilgan bo'lgan. Tuman hokimligi binosining 3-qavatidan sakragan 13 yoshli qiz 1-maktabda ta'lim oladi. Amaliyotchi psixolog Feruza Mamadaliyeva Turon 24 ga bu qiz bilan 2 yildan beri shug'ullanishini bildirdi. U telefondan ko'p foydalanar, tashqi ko'rinishiga haddan tashqari ko'p e'tibor qaratar va o'zini katta qizlardek tutar edi, dedi Feruza Mamadaliyeva. Xulqi qoniqarsiz edi. Darslarga ko'p kelmagani uchun ogohlantirganmiz. Onasi bilan ishxonasiga borib gaplashganmiz. Onasi bizga "To'g'risi men farzandimni tarbiyalashga juda qiynalyapman. Menga yordam beringlar" degan edi. 1-maktab direktorining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Nodiraxon Yo'ldosheva qizni xulq-atvor tuzatiladigan maktablarga jo'natishni taklif qilgan, lekin ona rozilik bildirmagan. Voqea sodir bo'lgandan keyin biz maktab rahbariyati bilan onaning uyiga bordik, deydi Nodiraxon Yo'ldosheva. "Farzandingiz qani?" deb so'radik. "Bilmadim, bugun kelmadi", dedi onasi. Nahotki ona qizidan xavotir olmasa, qanday qilib ota-ona qizining kechki payt ko'chada yurishiga ruxsat beradi?
Nega ota-ona qizining tarbiyasiga e'tiborsiz, mas'uliyatsiz? Xo'sh, shu o'rinda savol tug'iladi. Tungi bazm o'tkazilgan xona kimga tegishli edi? Voqea ishtirokchilari kimlar? Hodisa yuz bergan xonada 1 yil avval Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastr davlat korxonasi Xo'jaobod tumani filiali rahbari Abdurahmon Ahmadjonov ishlagan. U 2017-yil may oyida buyruq bilan egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Xo'jaobod tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Rustambek Egamberdiyevning bildirishicha, Abdurahmon Ahmadjonov ishdan bo'shatilgan bo'lsa-da, hozir shu xonada jamoatchilik asosida ishlab kelmoqda. 2 yil oldin Xo'jaobod tumani hududidan o'tuvchi Toshkent-O'sh yo'nalishidagi ko'chada joylashgan uylar snosga tushgan. Hovlilarni buzish ishlari boshlangan, deydi tuman hokimi o'rinbosari Rustambek Egamberdiyev. O'sha vaqtlarda tuman hokimi bo'lgan Hasanboy Ismoilov tuman kadastri rahbarligidan bo'shatilgan Abdurahmon Ahmadjonovdan buzilayotgan uylar va ularning egalari bilan kadastr ishlarini yuritishda yordam berishini so'ragan. Abdurahmon Ahmadjonov shu kunga qadar jamoatchilik asosida hokimlik ishlariga ko'maklashib kelmoqda. Unga binoning 3-qavatidagi o'zi avvaldan ishlab kelayotgan xonasidan foydalanishga ruxsat berilgan. Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi tuman filiali rahbari Kamoliddin Baxtiyevning ta'kidlashicha, Abdurahmon Ahmadjonov hokimlik topshirgan vazifalarni bajaradi va u hozir Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi tuman filiali xodimi hisoblanmaydi. Tuman hokimligi binosining 3-qavatidagi xona ham bizga tegishli emas, deydi Kamoliddin Baxtiyev. Yer resurslari va davlat kadastri tuman bo'limi boshlig'i Mansurjon Qoraboyev ham xona bizga emas, tuman hokimligiga qarashli deya aytib o'tdi. Tuman hokimi o'rinbosari Rustambek Egamberdiyevga ko'ra, Abdurahmon Ahmadjonov o'g'lini ish o'rgatish maqsadida yoniga olgan. Hozir Andijon mashinasozlik institutining 3-bosqichda tahsil olayotgan o'g'li har kuni darsdan chiqib, otasining oldiga, tuman hokimligining 3-qavatidagi xonaga kelib, kadastr hujjatlari bilan ishlashni o'rgangan. Tuman ichki ishlari bo'limidan olingan ma'lumotda qayd etilishicha, 24-noyabrga o'tar kechasi o'sha xonada uyushtirilgan tungi bazmda Abdurahmon Ahmadjonovning o'g'li ham bo'lgan. Bu yigit Andijon mashinasozlik institutiga o'qishga kirmasdan avval Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi tuman filialida rasman ishlagan. Biroq 2015-yilning sentyabr oyidan buyruq bilan ishdan bo'shatilgan, deydi Yer tuzish va ko'chmas mulk kadastri davlat korxonasi tuman filiali rahbari Kamoliddin Baxtiyev. Bu haqda viloyat hokimligiga yozgan tushuntirishimda ham keltirganman. Ayni paytda 24-noyabrga o'tar kechasi ro'y bergan hodisaga aloqador boshqa fuqarolarning shaxsi aniqlanmoqda. Tungi bazmda qatnashgan ikkinchi qiz 15 yoshli voyaga yetmagan shaxs 2-maktabda tahsil olishi aniqlandi. Maktab direktorining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Manzuraxon Mirzahmedova shu o'quv yilida qizning xulqida salbiy o'zgarishlar sezilganini aytdi. Bu qizning ota-onasi ajrashib ketgan. Buvisi bilan birga yashaydi, deydi Manzuraxon Mirzahmedova. Qizni ichki nazoratga olganmiz. Buvisining xonadonida suhbatlar o'tkazganmiz. Psixologik testlar natijasida bu qizimizning erta ulg'aygani, tarbiyasi yomonlashganini aniqlab, mahalla raisi va uchastka nozirini xabardor qilib qo'yganmiz. Ilgari yaxshi baholarga o'qirdi, darslarni ham qoldirmas edi. Keyin o'zgardi. Sabab ota-ona nazoratining yo'qligida. Bola voyaga yetayotgan paytda yolg'iz qolganida.